O'sha klinikalarda qanaqa muolajalar bo'lganini, o'sha nina qo'yishda, o'sha Guanchjoudagilar ham, boshqalar ham sizga nina to'g'risida. Guanchjouga bordim dastlab chiqqan payti. Ular aytdiki, biz 100 tarafga qo'ya olmaymiz nina. Faqatgina oyog'ingizga, belingizga qo'yamiz. Mening oyog'im, belim bezovta qilmaydi. Undan keyin ular menga giyoh ichishni tavsiya qildi. Giyohlardan hech foyda qilmaganligimni bilaman, chunki juda ko'p giyohlar ichib ko'rdim. Shundan keyin ular aytdiki, men bo'ldi u yerda davolanishdan qaytib chiqib ketgandan keyin davolanishdan bosh tortdi bemor deb yozib berdi menga. Shundan bordimda Tashmida yotdim. Tashmida ular ham nina qo'ymadi. Nina qo'yishni talab qildim. Agar dedi biz 100 tarafimizga qo'ysak, nervlaringizga tegib ketsak, boshqa bir kasallarimiz chiqarib og'zingizni qiyshaytirib qo'yishimiz mumkin yoki yuzingizda o'zgarish bo'ladi deb yuzlarimga umuman teginishdan qo'rqdi. Faqatgina oddiy osmokal bilan 10 kun davolandim. Bir kunda 8 taraf qo'ydi osmokalni, lekin hech qanday foydasi bo'lmadi. Abedgacha 4 ta, abeddan keyin 4 ta qo'yardi. Kuchaytiradigan eng kuchli ukollarni qo'yapmiz, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Shu Xorazmga ham bordim degandek. Qoraqalpog'istonga bordim. U yerdan ham hech qanday foyda topmadim. U yerda ayni karantin boshlanib qoldi-da, 8 kun turib, 10 kun turishimiz kerak edi. 8 kundan keyin yo'llar yopiladi, transportlar to'xtatiladi degandan keyin qaytib keldik. Lekin hech qanday foyda qilmadi u yerda. U yerda ham foyda qilmadi. Shundan faqat qidirib telefonda, Instagramda sizni nomeringizni topdim. Shu yerga keldim, Xudoga shukrki, mana ancha foyda topdim. Ko'zlarim yaxshi ochilyapti. Bunday uzoq vaqt ko'zimni ochib tura olmayman. Hattoki 1 sekund ham ocha olmaydigan paytlarim bo'lardi. Qo'lingiz bilan ko'targan bo'lsangiz, yopilib qolaverardi, shunday. Qo'lim bilan ko'tarsam ham ochilmasdi. Agar juda zo'rlik qilib ko'tarsam, pastki tomondan yopilib qolardi. Pastki tomoni ko'tarilib yopilib qolardi, tepani ko'tarsam. Keyin boya bir qarindoshingiz ham aytdingiz-ku, o'sha Odessagachami, qayergacha? Bir amakimizning o'g'illari bor edi, Odessagacha bordi. U ko'zning orqa tomonida qon qotgan, tromb bo'lgan deyishdi. Lekin shu Odessa eng ko'zning eng zo'r davolaydigan joyi deganda, ular ham ocha olmadi. Ko'zi umuman bir umrga ko'r bo'lib o'tib ketdi. Odessagacha bordi. Shu olamda